O'quvchilar va ularning qarindoshlariga login parol olish uchun biza o'zimizni login parolimizdan kundalikka kirgandan keyin shu o'qituvchi bo'limidan mana shu ключ belgisiga kiramiz. O'quvchilarning ro'yxatini ochib olishimiz kerak. Guruh rahbarlari mening sinflarim orqali ham kirsa bo'ladi. Videoning oxirida bor. Sinfimizga kirib olganimizdan keyin bu yerda men adminman. Shuning uchun barcha sinflarni ko'rsatyapti. Sinfda o'quvchilar ro'yxatini ochamiz. O'quvchilar ro'yxatiga kirganimizdan keyin biron bir o'quvchini tanlab ochilgan joyga qaraymiz. Agar bu o'quvchi yangi kiritilgan bo'lsa, unga taklifnoma chiqadi. Login va vaqtinchalik parol. Tepada login parol degan joyi bo'lmaydi. Mana pastda taklifnoma, tepada login parol degan joyi yo'q. Chunki bu inson hozir birinchi marta kundalik ko'milga kiryapti. Ana shuning uchun yo'q. Agar oldindan mavjud shaxs bo'lsa, boshqa maktabdan kelgan yoki oldindan mavjud shaxs bo'lsa, mana yana qaytadan o'sha o'quvchilar ro'yxatiga kiryapmiz. O'quvchilar ro'yxati ochilgandan keyin mana ko'ramiz. Biron bir o'quvchini tanlaymiz. Mana login parol degan joyi bor. Login parolni ichiga kiramiz. Login parol ichiga kirganimizdan keyin bemalol login va vaqtinchalik parolni biza joriy parol o'rnatish qilsak bo'ladi. Qarindoshlar bo'limini ochamiz. Ota-onasi yoki vasiyni olishimiz uchun agar ustiga bossak, mana bunaqa oyna ochib ketadi. Ustiga bosmaymiz. Biza hozir orqaga qaytamiz. Agar o'sha o'quvchiga o'xshab ustiga bossanglar, shunaqa oyna ochilib ketadi. Ustiga bosish kerak emas, qalamchaga bosish kerak bo'ladi. Mana qalamcha bor. Mana mana shu qalamchaga bossanglar, yana xuddi shu o'quvchinikiga o'xshagan oyna ochiladi va u yerdan bemalol login parolni tanlashimiz mumkin. Mana login parol degani tepada ham bor. Mana tepadan tanlaymiz. Agar ota-ona ham birinchi marta kirayotgan bo'lsa, bu ota-onani login parol degan oynasi chiqmaydi, unga taklifnoma jo'natish degan joyi chiqadi. Endi hozir umuman kirmagan ota-onani sinab ko'ramiz. Qarindoshlar bo'limiga o'tamiz. Qarindoshlar bo'limida mana qalamchani bosdik. Mana tepada login parol yo'q, lekin taklifnoma degan joyda taklifnoma turibdi. Pastda login va taklifnoma uchun vaqtinchalik parol. Endi mening sinflarim bo'limiga o'tsanglar, sizlar o'zingizlarning sinflaringizga chiqadi. O'sha sinf ustiga bossanglar, mana ключ belgisi chiqadi. Ana o'sha ключ belgisini bossanglar, bemalol login parol oynasiga kira olasizlar. O'quvchi ma'lumotlari, agar o'quvchi yoki ota-ona faollashgan bo'lsa, mana kundalik ko'mi logotipi turibdi, ana o'sha logotip chiqadi. Shu mening sinflarim bo'limidan mana 5-sinf biriktirilgan, bemalol 5-sinfga kira olaman. Admin bo'lganim uchun va informatikadan dars berganim uchun ключ belgisini bosamiz va shu yerdan o'quvchini tanlaymiz. Mana o'quvchini ustiga bosganimizda bizga oyna ochiladi. Mana shu oynalardan bittasida, mana oxiridan ikkinchida login parol degan joyi turibdi. O'sha login parolni ustiga bosamiz. Qarindoshlar bo'limiga o'tsak, unga biriktirilgan qarindoshlar, mana yana qaytarib aytaman, ustiga bossanglar, bu boshqa oyna ochiladi. Shuning uchun ustiga bosmaymiz. Ustiga bosmasdan qalamchani ustiga bosamiz. Mana bu oldindan ro'yxatdan o'tganligi uchun bu yerda login parol bemalol chiqib turibdi. Login parollarni mana shunaqa holatda olamiz. Agar mana parol ko'k yozuvni bossak, bizga vaqtinchalik parol beradi va u inson boshqa bu parol orqali kira olmaydi. Boshqatdan parol o'rnatishiga to'g'ri keladi. Mening sinflarim bo'limidan o'tamiz bu joylarga. E'tiboringiz uchun rahmat.